Biz bilgan Barselona qaytmoqda. Ha do'stlar, fevral oyi Barselona muxlislari va jamoasi uchun juda yomon o'tmoqda. Hammasi Sociedadga qarshi o'yindan boshlangan desak ham bo'ladi. Chunki o'sha paytgacha Barsa Realdan La Ligada 4 ochko oldinda va Qirol Kubogida ham yarim finalda edi. Lekin Anoeta stadionida har doim g'ayrioddiy voqealar yuz bergan. O'tgan yili Lewandowskining 67-razmer oyoq kiyimi sabab toza gol hisobga olinmagan. Bu yil esa Yamalning paypog'i ofsaydda qolib ketgani uchun tarix yana takrorlanadi. Barselona muxlisi sifatida ayta olamanki, agar bilmagan bo'lsangiz, men Barselonaga muxlislik qilaman va men uchun bu kutilgan natijalar edi. Chunki jamoa mavsum so'ngigacha yuta olmasdi. Ayniqsa bunday kam futbolchilar bilan va Ferran Torres sababli. Keling, bugungi videoda biz bilgan Barselona o'z darajasiga qaytayotgani va nega bu yil kataloniyaliklar Chempionlar Ligasini aniq yuta olmasliklari haqida gaplashamiz. Balkim keyingi 2-3 yilliklarda ham. Asosiy muammo: ko'pchilik muxlislarga Barselonaning frik qo'l ostidagi o'yini juda yoqadi. Shaxsan menga ham. Jamoa qancha ko'p gol o'tkazmasin, baribir ko'proq gol urib o'yinni yutib ketgan va shu gollar va natijalar fonida asosiy muammo ko'zga ko'rinmasdi, ya'ni himoyadagi qora tuynuk. Jamoani Inigo Martinez tark etgandan keyin Barselonaning himoyasi buzilib ketdi. Gap ofsayd tuzoqlarda ham emas, Barsa oddiy vaziyatlarda gol o'tkazib yubormoqda. Jamoa sardori Ronald Araujo esa aynan klubga kerakli bo'lgan paytda depressiyaga tushib, 1 oylik ta'tilga ketib qolgan edi. Qaytaraman, jamoa sardori Alex Balde va Jules Koundé ham o'tgan mavsumda ko'rsatgan darajasiga yaqin ham o'yin ko'rsatishmayapti. Sababi noma'lum. Baldening xatosi hujumga haddan ziyod ko'p qo'shilishi va shu sababli qarshi hujumlarda orqaga qaytishga ulgurmay qoladi. Koundéni esa menimcha dunyodagi har qanday winger birga bir driblingda aldab o'ta olsa kerak. Hatto Marcus Rashford ham. Himoyadagi bu muammolar sababli Pau Cubarsining ham performansi tushib ketmoqda. Bechara qanchalik harakat qilmasin, ikki qanotda Balde va Koundé o'ynar ekan, Barselona gol o'tkazishdan to'xtamaydi. Himoyadagi eng ishonchli futbolchilar hozirgi kunda Eric Garcia va Gerard Martin. Agar 1 yil oldin kimdir Garcia va Martin Barselonaning eng yaxshi himoyachilari bo'ladi desa, ustidan kulgan bo'lardim. Lekin boshqa futbolchilar rasvo o'ynayotgani sabab afsuski shunday ham bo'lmoqda. Ikkinchi muammo esa Ferran Torres va Robert Lewandowski. Ba'zi payt o'ylab qolaman, nahotki Barselona Torresga loyiq bo'lsa, nahotki Barselona dunyoning eng katta jamoalaridan biri bo'lib turib, yaxshiroq 9lik forwardga loyiq bo'lmasa. Har bir jamoalarda o'zining top straykerlari mavjud. Hatto Galatasarayda Osimhen bor, Barsada Ferrari Torres. Ferranning muxlislari qanchalik xafa bo'lishmasin, agar muxlislari bo'lsa albatta. Torres Barselona darajasidagi futbolchi emas. Sevilla, Villarreal, Atletico va shunga o'xshagan ikkinchi darajali jamoalarga juda ham mos edi. Hatto Barselonaning o'zi hozir ikkinchi darajali jamoaga aylandi. Ferran Torresni tushunsa bo'ladi. Balkim Kataloniya mafiyasi uning yaqinlarini garovda ushlab, gol ursang juda yomon bo'ladi deb tahdid qilayotgandir. Bo'lmasa men umuman tushunmayman, qanday qilib ushbu vaziyatda gol ura olmaslik mumkin. Torresning akasi Lewandowski ham yoshi o'tib borayotgani sabab o'yin darajasi juda pasayib ketdi. Uni tushunsa bo'ladi, 37 yoshda hali beri Yevropada o'ynab kelmoqda va ushbu mavsumgacha yaxshi o'ynayotgan edi. Boshqalarga o'xshab u ham Saudiyaga ketishi mumkin edi, lekin yo'q, oldin Barselonani kambag'al qilib, keyin ketishga qaror qilgan. Eslatib o'taman, Lewandowski Barselonadagi eng katta maosh oluvchi futbolchi hisoblanadi. Barselona nima qilib bo'lsa-da yozda jamoaga boshqa top forward olib kelish kerak. Marcus Thuram, Alvarez yoki boshqa bir futbolchini. Keyingi sabab jarohatlar. Barselona Sociedadga qarshi uchrashuvda Pedrini yo'qotadi. Mallorcaga qarshi o'yinda esa Rashford va Rafinhani. Ketma-ket o'yinda jamoaning ikkita kalit futbolchilaridan ayrilib qolgan. Ayniqsa Pedrisiz yarim himoya Realning o'tgan yilgi yarim himoyasiga o'xshab qoldi. Zaxirada ham variantlar unchalik ko'p emas. Bernal endi jarohatdan qaytib formasini tiklamoqda. Gavi ham mart oyida safga qaytadi. Marc Casado esa umuman Barselona darajasidagi futbolchi bo'lmay qoldi. O'tgan mavsumdagi ishonchli o'yini sabab Casado kelasi yil asosiy tarkibdan o'rin oladi deb o'ylagandim. Lekin afsuski hozirda Mark Endrikning pozitsiyasida o'ynab kelmoqda. 22-fevral kuni Levantaga qarshi o'yinda Pedri safga qaytishi kutilmoqda va Atleticoga qarshi javob o'yinda asosiy tarkibda bo'ladi va Atleticoga qarshi comebackni unuting. Barselonaning bu himoyasi va bu o'yini bilan comeback qilish juda qiyin, deyarli imkonsiz. Hozir kimdir aytishi mumkin, Barselona o'tgan mavsumda 20 daqiqada 4 ta gol urdi. Qanday qilib 90 daqiqada 4 ta ura olmasligi mumkin deb. Sababi oddiy, Atletico Camp Nouga avtobusda keladi va Simeone yana harambol stilda o'ynab, durang bilan finalga chiqadi. Barselona agar birinchi 30 daqiqalikda 2 ta gol kiritmasa, comeback ilojsiz va o'zingiz yaxshi bilasiz, Barsa birinchi taymlarda rasvo o'yin ko'rsatadi. Shuning uchun ham katta ehtimol comeback qila olmaydi. Keyingi mavzu hakamlik. E'tiboringiz uchun rahmat. Endi shaxsiy fikrimni aytib o'tsam,
Barselonaning bunday rasvo natijalari meni hayron qoldirmaydi, chunki har bir jamoada bunday davrlar bo'ladi. Hatto Real Madrid ham Barsadan 7 ochko oldinda borayotgan payti noyabr oyida La Ligada 2-o'ringa tushib ketgandi. Bunday period har bir jamoada bo'ladi. Lekin Barselona futbolchilarining jiddiy emasliklari meni ko'proq xavotirga soladi. Atleticoga qarshi o'yinga ham Barsa g'alaba uchun emas, durang uchun borgan. Metropolitanoda durang o'ynaymiz va Camp Nouda oson g'alaba qozonib finalga chiqamiz degan maqsadda. Atletico 2 ta gol urgandan keyin ham Barsa o'yinda hech nimani o'zgartirmadi. Xuddi ikkinchi taymda maydonga qaytib comeback qilamiz deb. Va Atletico ham Barselona gollarga reaksiya qilmagan sabab taym so'ngigacha yana 2 ta gol kiritib, Barselonani Kataloniyaga comeback qildirdi. Mallorca bilan ham xuddi shunday vaziyat. Birinchi taymning o'zida Barsa kamida 2-0 yoki 3-0 hisobda yutib, o'yinni sekin yakunlab qo'ysa bo'lardi. Lekin Yamalning 2 ta ko'kka sovurgan vaziyati, tugalmas darvoza to'sinlariga zarbalar va himoyadagi teshik sababli Barsa yana o'ziga muammolar orttirmoqda. Menimcha, hozirgi Barselona tarkibida jamoa uchun jonini berib faqatgina Rafinha, Pedri, Joan va Erik Garsiyalar o'ynab kelishmoqda. Boshqalar shunchaki oylik olish bilan band. Bu gapim bilan Yamalni ayblamoqchi emasman. Uning yagona minus tarafi jamoada Ferran Torres va Lewandowski borligi. Agar ularning o'rnida yaxshiroq striker bo'lganda edi, hozirda Lamin kamida 20 ta assist qilgan bo'lardi. Yana bir Barselonaning hech kim gapirmayotgan eng katta muammosi gol urgandan keyin darhol o'tkazib yuborishi. Real bilan yanvardagi klassikoda ham shunday bo'lgandi, lekin u o'yinda g'alaba qozonilgani sabab bunga ko'p e'tibor berilmagan. Sociedadga qarshi uchrashuvda ham qiynalib gol urib, darhol keyingi hujumda gol o'tkazib yuborishmoqda. Mallorca bilan ham xuddi shunday bo'ldi. 60 daqiqa qiynalib gol urib, 2 daqiqadan keyin keraksiz va oddiy gol o'tkazib, o'ziga muammolar orttirishmoqda. Jamoa gol urgandan keyin teskarisiga yanada ruhiyati ko'tarilib, yana gol urishga harakat qilish kerak. Xuddi Germaniya va Braziliya o'rtasidagi uchrashuv kabi. Barselonada bu unday ishlamaydi. Gol urildi, jamoa o'yinni tashlab qo'yib, e'tiborsiz o'yin ko'rsatadi. Barselona bunday rasvo o'yinlarni davom ettirsa, La Ligadan ham, Kubokdan ham ayriladi. Kubokdan deyarli ayrildi. Chempionlar Ligasi haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. 1/4 finalda Bavariya yoki Sisiga to'qnash kelsa, u jamoalar hozirgi Barsani ko'rdim demay o'tib ketishadi. Va oxirgi gapim ba'zi bir Real muxlislariga tegishli. Qaytaraman, hamma muxlisga emas, ba'zi bir muxlislarga. Prime Barselona eng kuchsiz Real Madriddan 2 ochko orqada bormoqda deb aytishmoqda. Birinchidan, tarkibidan Mbappe, Vini, Bellingham, Courtois, Valverdelar o'ynasa, bu jamoani eng kuchsiz Real deyish bu absurd yoki maktab bolalarining gapi. Ikkinchidan, Barselona ham hozir prime emas. Tarkibida bunday muammolar bilan o'rtacha jamoaga aylanib qolmoqda. Prime Barselona Realni 3-2 yoki 4-3 qaltis hisoblarda yutmas edi. Ular 5-0, 6-2, 4-0, 5-1 hisobida sharmanda qilib yutib kelishgan. Nima bo'lganda ham hali mavsum tugamadi va hammasi oldinda. Hozirgi qilgan hate videomdan keyin muxlislar kommentariyaga o'tib, "Sen Barselona muxlisi emassan. Sen Xitoyliksan" deyishi mumkin. Lekin bir narsani eslatib o'taman. Ma'lum bir jamoaga adekvat muxlislik qilsangiz, unga muammolari bilan birga muxlislik qilasiz. Yutqazsa tan olib, bahonalar qilmasdan. Barselona muxlislari orasida esa bunday adekvat fanatlar yaxshiyamki ko'proq. Izohlarda video haqida fikrlaringizni yozib qoldiring va kelasi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling, o'zingizni asrang.